Harflarning maxraj va sifat tushunchasi tajvid ilmida eng asosiy tushuncha hisoblanadi. Bu barcha tajvid qoidalarining asosi bo'lib, u siz Qur'oni Karim tilovatini mukammal o'rganish juda qiyin. Biroq ko'plab o'quvchilar uchun bu mavzu texnik jihatdan murakkab va zerikarli tuyulgani sababli eng kam yoqadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, agar siz tajvid o'rganishni endi boshlayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon tajvid qoidalarini o'rgangan bo'lsangiz ham, ushbu darslar to'plamini kuzatish sizga arab harflarining to'g'ri talaffuzi bo'yicha muhim tushuncha va asosiy bilimlaringizni mustahkamlashga yordam beradi. Natijada Qur'oni Karimni yanada ishonch bilan o'qishingiz mumkin, inshaalloh. Demak, boshladik. Avvalo, maxraj va sifat nima? Maxraj so'zi maxorij so'zining birlik shakli bo'lib, lug'aviy ma'nosi chiqish nuqtasi degani. Tajvid nuqtai nazardan esa u harfning talaffuz qilinadigan aniq joyini, ya'ni tovush chiqadigan o'rnini bildiradi. Sifa so'zi esa sifat so'zining birlik shakli bo'lib, belgi, xususiyat degan ma'noni anglatadi. Demak, harflarning sifatlari ularning o'ziga xos xususiyatlarini bildiradi. Endi esa harflarning maxrajlari, ya'ni ularning chiqish joylari bilan tanishishni boshlaymiz. Harflarning qayerdan paydo bo'lishini aniq tushunish uchun eng avvalo tovushlarni hosil qiluvchi a'zolar bilan tanishishimiz kerak. Birinchi navbatda bu rasmda tovush hosil qiluvchi 5 ta a'zolarni o'rganamiz. Bulardan biri og'iz bo'shlig'i, ya'ni tovushlarning chiqish yo'li. Rasmda bu joy to'q ko'k va yashil ranglarda ko'rsatilgan. Ikkinchi qism halqum, ya'ni tomoq bo'lib, rasmda to'q ko'k rang bilan ifodalangan. Bu qism arab tilida halq deb ataladi va javfning bir qismi hisoblanadi. Uchinchi qism til. Arab tilida bu lisan deb ataladi. Keyingi qism lablar. Ular arab tilida shafatayn deyiladi. Va nihoyat oxirgi qism bu burun bo'shlig'i. U arab tilida xoyshum deb nomlanadi. Ushbu har bir 5 qism ichida bir nechta harf hosil bo'lish o'rinlari mavjud. Har bir shunday harf hosil bo'lish o'rinlari esa maxraj deb ataladi. Jami 17 ta harf hosil bo'lish o'rinlari mavjud bo'lib, ular arab tilidagi barcha tovushlarni hosil qiladi. Boshqacha aytganda, bu 17 ta tovush chiqaruvchi vosita bo'lib, har biri ma'lum bir nomga ega va ma'lum miqdordagi tovushlarni ishlab chiqaradi. Shuni bilish muhimki, tilshunoslar va grammatiklar orasida maxrajlar soni borasida turli qarashlar mavjud. Ba'zilar ularni 16 ta desa, boshqalari esa 14 ta deb hisoblaydi. Biroq biz ushbu kursda Ibnul Jazari rahmatullohi alayh tomonidan qilingan taqsimotga asoslanamiz. Chunki bu Qur'oni Karim ilmiga eng yaqin va tushunish uchun eng oson taqsimotdir. Lekin tilshunoslar qanday qilib tovushning qayerdan hosil bo'lishini aniqlashgan? Tilshunoslar va tajvid olimlari harflarning chiqish joylarini aniqlash uchun ikkita asosiy usuldan foydalanishgan. Ushbu usullar yordamida harflarning qayerda va qanday hosil bo'lishini aniqlash mumkin. Birinchi usul harfni shadda, ya'ni tashdid bilan talaffuz qilish. Masalan, qo deb aytsak, qof harfining chiqish joyini aniqlash mumkin. Yoki ba harfi uchun ba deb aytiladi. Ikkinchi usul harfni fathali hamza bilan talaffuz qilish. Masalan, aqo qof harfi uchun. As sin harfi uchun. Bu usul sizga harflarni qayerdan talaffuz qilayotganingizni solishtirishga va ularni to'g'ri maxrajdan chiqayotganiga ishonch hosil qilishingizda yordam beradi. Xo'p, biz maxrajni o'rganishning asosiy tushunchalarini bilib oldik. Keling endi birinchi va eng oson tovush chiqadigan a'zodan boshlaymiz. Bu og'iz bo'shlig'i, ya'ni javf. Bu qism mad harflari, ya'ni 3 ta cho'ziq unli harflarining chiqish joyidir. Bular alif, vav maddiyah. Bunda oldingi harfi domma bo'lish kerak. Ya maddiyah. Bunda esa oldingi harfi kasra bo'lish kerak. Bu harflar mad harflari deb ataladi, chunki ular cho'zib talaffuz qilinadi va og'iz bo'shlig'ida shakllanadi. Tabiiyki, biz va ya harflardan keyin maddiyah so'zini qo'shyapmiz.
Chunki bu harflarning boshqa bir shakli ham mavjud. Boshqa holatda ular uzun, cho'zilib talaffuz qilinadigan harflar sifatida emas, balki boshqa tovush vazifasida ishlaydi. Shu sababli ularning boshqa holatdagi talaffuzi mad harflari sifatidagi talaffuzdan biroz farq qiladi. Ammo hozir biz faqat 3 ta mad harfiga e'tibor qaratamiz. Bu 3 ta mad harfi boshqa undosh harflardan farqli ravishda aniq bir maxrajga ega emas. Ya'ni odatdagi undosh harflar ma'lum bir maxrajga ega bo'ladi. Lekin mad harflari tovush to'xtalishi bilan yakunlanadi. Bizga ma'lumki, mad harflarini cho'zish mumkin. Masalan, a, i, u deb. Undosh tovushlarda esa unday emas. Maxrajiga yetib kelib chiqadi va tugaydi. Aslida bu harflarni talaffuz qilayotganda halqum orqali havo harakatini surasiz. Ammo faqat havoni harakatlantirish yetarli emas. Lablar shakli va og'iz ichidagi boshqa a'zolarning joylashuvi ushbu havo oqimidan qanday tovush hosil bo'lishini belgilaydi. Tushunchani yanada yaxshi anglash uchun birinchi harf alifdan boshlaylik. Alifdan oldingi harf doim fathali holda keladi. Shuning uchun u har doim mad harfi, ya'ni cho'zish uchun yordamga kelgan harf sifatida ishlatiladi. Arab tilida alifni to'g'ri talaffuz qilish uchun og'iz bo'shlig'iga e'tibor berish kerak. Og'iz juda keng ochilmasligi kerak, chunki bu tovushni buzishi mumkin. Og'iz juda yopiq holatda ham bo'lmasligi kerak, chunki bunda tovushning to'g'ri chiqishiga to'sqinlik qiladi. Og'iz tabiiy, o'rtacha darajada ochilishi kerak. Masalan, quyidagi so'zlarda alif to'g'ri talaffuz qilinadi. Ma, qol, ala. Demak, alifni to'g'ri hosil qilish uchun og'izning ochilish darajasi o'rtacha bo'lishi kerak. Vav harfi uchun jarayon deyarli alifdagidek. Faqat bu safar lablar O shaklida bo'lishi kerak. Bu shakl ham o'rtacha bo'lishi kerak. Lablar juda keng ochilmasligi kerak. Aks holda alif tovushi aralashib ketadi. Bu esa noto'g'ri talaffuz bo'ladi. Lablar juda siqilgan ham bo'lmasligi kerak. Aks holda tovush to'g'ri chiqmaydi. O'rtacha ochilgan yumaloq shakl bo'lishi kerak. Misollar: qolu, yalun, salasata quru. Agar lablar juda ochiq bo'lsa, alif tovushiga o'xshash ohang aralashib ketadi va bu xatolik bo'ladi. Vav harfi bilan bog'liq boshqa keng tarqalgan xatolar ham mavjud. Agar vav harfining talaffuzi bilan bog'liq keng tarqalgan xatolar haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bu haqda kelgusi darslarimizda gaplashamiz. Oxirgi harf ya. Bu tovush alifga juda o'xshash, lekin yagona farq shundaki, ya talaffuz qilinayotganda tilning o'rta qismi yuqoriga ko'tariladi. I tovushini yoki mad harfi bo'lgan yani talaffuz qilayotganda tilning o'rta qismi yuqoriga ko'tarilishi kerak. Masalan, yi, si, at, fi. Shu joyda sizga kichik bir tavsiya berib ketmoqchimiz. Bu harflarni ko'zguga qarab mashq qiling. Shunda og'iz harakatlaringizni kuzatish oson bo'ladi. Xulosa: demak, og'iz bo'shlig'idan hosil bo'ladigan harflar 3 ta. Bular a, u, i. Ushbu birinchi darsimizda biz quyidagilarni o'rgandik. Maxraj va sifat tushunchalariga kirish, tovush hosil bo'ladigan 5 asosiy nuqtani o'rganish, ba'zi tovush hosil bo'ladigan a'zolarining nomlarini bilish va og'iz bo'shlig'ida hosil bo'ladigan 3 ta harfni o'rganish. Menga fikr-mulohazalaringizni bildiring. Agar sizga ushbu darslar to'plami foydali bo'lsa yoki qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz kelgusi darslarni rejalashtirish va iloji boricha ko'proq odamlarga yordam berishimiz uchun juda ham muhim. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar siz Qur'oni Karimni arab tilida o'qish va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu sayohatingizni shu yerdan boshlashingiz kerak. Keyingi darsda ko'rishguncha